Әтігелігіңіз қайырлық болсын, директор. Бәк салапәтік көпсіз. Мен sizga nima degan? Ha? Bundaq zo'm-zo'q qilingga hurmatlar xo'sham yo'q deganmidim degan. Ha, shundoq. Esimdi ba. Hammasi esimda. Siz nima ish qilsiz bu yerda? Zo'm-zo emas, samimiylik bilan chiqdim. Bunda kulsam pek chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz? Bundan saxta kulsangiz, o'mchikning to'g'ridek bo'lib ketgan qo'riqlaringizni yoshirolmay ekansiz. Ma yoshga kirib qolganda, qo'riqlarni ancha muncha yig'ishtirib yugurdik. Men diqqat qilay. Diqqat qilamsiz, qilmamsiz, bu chiroyingiz menga baribir. Tushundingizmi? To'liqni. Direktor, qahvarangiz. Ishxonangizni asli oldiga keltirib qo'ydim. Hiç tünümegensiz? Yo'qay, odatdagidan sal baldiroq keldim. Buguncha qanday aralashtirishlar bor? Bugun ertagan soat 9 da plan bo'limi, tashviqot bo'limi bilan yig'iningiz bor. Tushda shirkatimiz bilan hamkorlashib kelgan mehmonlar bilan tamoqda bo'lasiz. Tamoq vaqti yarım soatdan ishib ketmisin. Ularga tushuntirib qo'ying, ha? Bo'ldi. Tushdan keyin yangidan tijorat boshlagan do'konimizni ziyorat qilasiz. Yo'qe, kelar 20 yillik xomcho'p planini qachon? Aytsa 8da. 8da. Yig'indan burun lider bilan ko'rishishga o'rnashtirolmaydi. Ha? Lider bilanmi? Ha, tamomda. Lider bilan ko'rishish uchun eng oz bo'lganda 2 kun burun kelishish kerakdi. Bu men deydigan deb qo'ydim. Buni qila olamsiz, qila olmamsiz. O'zingizning xizmat iqtidorini ko'ring. Bo'ldi. Rahmat. Chiqib o'ynayverasiz chiqsin. Direktor, tushdi vaqti baka. Bo'lmaydi. İşim var benim. Bu görüşünü özün silap qildingiz. Liderning tushdi vaqti baka. Benim işim var dedim o. Lider bilan ko'rishdan ashni boshqa vaqt qo'llashtiring. Rahmat sizga lider. Kechdim ishim bor. Ha? Direktor, lider siz chiqdim yo'l qo'ydi. Nimanda qilsiz? Voy, mush atdigan tush, kechdan boshqa vaqt bo'lsa bo'lmamikan? Nega tamoq vaqtida lider bilan xizmat to'g'riliq paranglashibsan? Bu mening xizmatlik prinsipim. Oy, kızlar, bu senin kodun ya da? Oy, bunda kuma. Şunu, şuna koy. Bunda kuma. Işkısı yok. Geçiren bir hastalık kılıp. Oy, ben dikkat kılmayı kaptım. Oy, шығын başındağım 10 minut vaqt qaptı. Siz oturuverin bu. Ben çıkıp qatnashib beray, yaxshi. Direktor, bugun kechda lider bilan uchrashishga o'rlashtirib qo'ygandim. Sizga tamom vaqtim yo'q. Bo'lsa, lider bilan uchrashgan bo'lsangiz. Adam shunday dedimi? Yo'q. Bo'lsa direktor jayli qilmay
Bugün kechda cho'qim ko'rishgili bering. Siz qancha qitim deyman. Xalqning oilasini shu aralashmang deb. Bunda aralashaversiz. Bunda qilsangiz ta'siringiz yaxshi bo'lmaydi qisqa. Tag'a? Keldingizmi? Olmag'im bu qiz kim bo'ldi? Bu meni tuxunimning qizi. Ma'qul xo'sh. Ma'qul xo'sh. Tag'a nashta qildingizmi? Siz cho'g'lar. Qildirmanmi? Ana qizim. Bu uyda sizda faqat tatinish bo'lib qolmasin. Bu o'zingizning uyiga o'xshash uy. Qanday bir ish bo'lsa, menga davring bo'lamdi. Ma'qul. Men shu o'zingizning dadasiga o'xshash edim. Agar menga deyamsangiz, parvar opangizga desangiz bu bo'laverdi. Ma'qul. Ish qilib, siz tatinmanglar uyda. Maktabga olib tizilib kelmasin. Xotirjam bo'ling qizim, bo'lamdi? Rahmat tag'a. Arzimaydi. Men yordamlashgidek ish bormi? Yo'q, sizga bu yer tig'dak ishmi yo'q. Bo'lmasa siz uyga kirib parvar opangizga qarash turing. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh qizim. Haras tag'a, kimlikim chiqibdi. Voy, shundaymi? Endi xotirjam bo'lgan bo'ldik-da bo'lam, ha? Chiqibdi. Ben iş kılmadım hepsi. Ish topgan bitta. Bir talabazar iş taptı. Bo'ldi emasmi bo'lam? Ishlab turmamsan? Ha? Nima? Qizim. Buni e'lon. Yo'q tag'a, olsam bo'lmaydi. E'lon. Yo'q, olsam bo'lmaydi. Men dadingiz o'xshash adam. Tortinmoqman. E'lon. O'zingizga berib bir qurib kiyib edim. Maktab kiyib borsiz. Rahmat tag'a. Sen billa opirib yo'lni ancha-muncha ko'rsatib qo'ygin. Parvarning nomerini deb bergin agar ezib qolg'idek bo'lsa lozim bo'ldi, ha? Ma'qul da. Amsi menga. Xo'sh tag'a. Xo'sh. Hoş da. Xo'sh. Chig'imni xop qildi. Qilib qilaman. Jasur, meni kechiring. Unda qilmay shumon gap bo'lsin, qaytirib qo'ying bularni. Shumon gap bo'lsin, qaytirib qo'ying bularni. Keldim uka. Ko'zim uyquga kelib qoldi. Rana kirmadimi? Rana kirdik ya bay. Azroq pul bergandim, bozorga chiqib bir qurib kiyimni olsinda. Kimligimi chiqibdi. Endi erta maktabga opirib tizimlatib qo'yib kelaylik deyman. Voy, pek yaxshi o'ylabsan, aka. O'tganda qaysarni buyurmay, o'zing ochib qo'ygan bo'lsang, bugungidekmish avorchilikmi yo'q bo'ladi. Shuni degina. Alım kat eşittik mi? Ha, İlyarcan. Kela. Sohma kalaydı ki. Aka, ems ben çıkaycım. Ma'qul.
hozir kirib turgan. Hozir soat 3:30 bo'lib ketdi. Ha? İşkirki çıkançı? Ben sig'in hozir kirishim. Keçirin demiştir, keçirin. Keçirin, ikkinchi bunda qishni qat'iy qilmayman. Shunga etiyen kebabmay 8lar bilan kelsangiz bo'ldi. Nima qilsiz bunda etiyen kebab yega? Üstüge beni taslim qildasan sizga oltin bermaydiganda. Yoksa aql sizga qilmoqda. Bo'ldi, demiştir, bo'ldi, men deb qolay. Umidinki etti. İçildiğini garanti Ha, bo'ldi. Endi dadamning kechda vaqti bo'lsa yurish ko'rinishdan Lider bilan tamoq qilamiz. to'maq emas. Xizmat to'g'ri qilishmi? Ha, bo'ldi. Ishkanlar muvofiq joydan birini o'rlashtiray. Bunda sun'iy kulsiz. Qarang qo'riqlaringizni. Pek yaxshi bo'ldi. Bu mendan kechirim so'rovini o'xshaydi. Ayol kishimi ishlarchi xuqlan. Ayrıcampның qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. İşçimlikning chempioni Ayrıcamp. Qalğaç markalı sopun paraşogi vətib erkin çıxırırsın. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşogi. Bu sho'xliqlar mendilar. Bu go'zallik mendilar. Bu sarxillik sendilar. Her gün her joyning yarshig'i parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Ben Gülkan Xalqaro so'z chekish shirkati tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Talat direktor. Gülkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Yaxshimi? Yaxshimi? Testelefon ko'rasizmi? Ishxonasi yo'qmikan? Ishxonasi yo'qmikan? Ha, tushdan burun ko'rgandim, tushdan keyin dam oldim ekan. Anasi uyni adresini bilamsiz? To'xtatdan qarab boqay.
Voy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Doktorxon boshqani izlab kelganmi? Sizni izlab kelgan. Nima? Kech olgan deyap turibsiz-ku. Sizni saqlab turdim. Menimi? Ha? Mang. Bu nima? Bu oyoqni dadangizga men oldim deb bering. Nimishqa? Qarasam, tag'amning putidagi oyoq bekli ko'nirab ketibdi. Shung bu oyoqni setib oldim. Tag'amga siz bu oyoqni men oldim deb bering. Cho'qim xo'sh bo'lib ketdi. Yo'q. Bunda hisob qolmasmaydi. Yanada o'zingiz bering. Shunda qolmishdi. Siz bering ha? Bir xo'sh qiting tag'amni. Ra'no, ey, undoq qilmayman. Ra'no. Bo'lmaydi. Xudo. Ha, Kenjam keldingmi? Ha, chiqib tomoq osh to'g'indan sal turib chiqaman. Xudo, bu yoqda. Nima ish bo'ldi? Bu yoqqa o'tiradi va Ma ayol kipaqadi. Mana oyoq oldingmi? Bayram emas-da bola. Yo'q. Qirg'in bekli ko'nrab ketibdi. Nada, bir o'mdalla tomamda. Hop. Qirg'anni mana oyoq olib, pulni buzib nima qiladi? Voy jinim dada, akkagan kimdir kipaqni ava. To'g'rilanma kelmanga. Oo, bu olamı toza qimmat oyoqda qiladi-ku bu. He? Kipaqa. Anda? Bu yaxshi. Shunda dil keldi deganam. Bu ham chiroyli oyoq ekan. Yumshoq. O'tganda men birini olmoqchi bo'lgan. Ang'ichi undan kelmoqchi bo'ldim oyoq. Dada. Hı? Ameliyatimdanmi yaxshi xizmat qilib, sanga yaqinroq tursam deyman. Lekin haqiqatan qilib olmadim. Nima deydigansan, Kenja? Men bilaman. Haqiqatan kutgan yerimda chiqamidi. Oldin biroz bayqaqish. Qara bola. O'g'il balığı degan fursat ko'p bo'ladi. Hozir bo'lmiz keyin bo'ladi. Ha tirishiyotsa, jafo tortishdan qo'rqmasaqlam, natija bizga yar bo'ladi. Unda oson umidsizlanib ketma, bo'lamdi? Ha? Oyoq. Ya shunda yaxshi keldi bo'lam mana. Ham yumshoq, ham chiroyli, qimmat oyoqda bu. Ha. O'zimnikidek qara. Razmisini to'g'ri olsa degina. Hey. Sen bu charchab qolding deb. Chiqib damog'i ochdim. Men sal turib aqlli chiqman. Andan bo'lishimiz bo'lamdi? Ha. Chanto, ha? To'xta. Mana oyoq oldim deb elimda pulim bormi yo'qmi? Bu bor. Hey, ha.
Rasta da? Dadamdan pul lazım olsa da sorayım şu vaqt vermezse. Pulum bağda da. Sen koy. Oğul balı diye yine de pul kamusu bulmaydı. Bundan keyin pulun tugisi bana patlat depti o. Ben unutup kaldık ekanman, cuma bulan. He? Bak Cesur. Mening gapim tuz. Gapni aytib o'tirmay. Ko'nglingiz ketdi. Yo'q, nima gap bo'lsa aytaveraman. Men bugun Darna to'g'riliq paranglashaymikin deb kelgan. Bildim. Darnadan alsam, ikkinlar alışvatqani xeyli uzun bo'ldi. Ha, 4 yildek bo'lib qoldi. Maktabda chaqlam yurgan to'q. Lekin men Bernaning doktorxona boshlig'ining qizi ekanligini faqat bilmaydim. Shu qaysi kuni sizlarning uyiga borgan chaqda bildim. Shundaqmi? Darna sizga demaganmi? Yo'q. Deb bakmagan. Undaq bo'lsa, qancharoq to'y qilishni o'ylashyapsizlar? Bizda to'y to'g'riliq maslahatlashmadi. Avval bir kasbda utuq qozongandan keyin, Kasbda utuq qozongandan keyin Barda, nemishqa o'z uyining ahvolini sizga demidi? Buni o'ylab boqdingizmi? Chunki Barla ikkinlarning maskanmaydiganlarni allabur his qilgan. Cesur. Men gapni uzun davray. Ko'nglingizga olmay. Davram. Men sizlarning to'yinglarga qo'shilmayman. Siz Barnaga maskanmaysiz. İşkanlar başka dünyanın kişileri. Siz Barnaq'ı inqib birələysiz. Siz bizden degan yerimizden çıqalamsınız. Adresi toyda 150 kvadrat metrlik uy alalamsınız. Yo'q. Alamayman. Alamaysiz. Ondaqda çoğunlar bilan birga turmoqchimi? Qarang Cesur. Barnaq kichigidan tatib taqqacha patatib baqmagan. O senin öykü künenmeydi o. En yaxşısı, işkinler vaxtıda münasılan özgünler yaxşı. Bu işkilerine paydalıq. Gepingizni tushundim. Cesur, her qanday bir ana boğucu öz qızının jafo tortishini, baxtsiz bo'lib qilishni hargiz qalmaydi. Siz meni to'g'ri tushuning. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usiga atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usiga atganchi. Ayollar gülge okşaydı. Ayollar özünü tutuşni, özünü asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talalık deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşuti vətən erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuti. Men Kamolat ish doktori. Ishingizni har kuni atdigan kash 2 vaqt tamoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Men shaxsan rol o'ynagan vaqtimda yuzimni kirimchiqqa, kiyimlarimning hammasini kiyimchiga topshirib beraman. Chunki men obraz uchun o'zimga mas'ul bo'lganim bilan u kirimchi yuzimizga girimga shu obraz bo'yicha talab qo'yib oladi. Kiyimchi uchimizga kiyimga obraz bo'yicha talab qo'ygan kun ular menga qaraganda texmi astoydil mukammal o'ylaydi. Shuningga ashundaq vaqtda shuningda işte bir yer ketib qolgan yerga o'zimning diqqat qilmaganidan shundaq afsuslanaman. Yana birsiga har bir odam rol oladi. Rol o'ynagan vaqtlarimda rejissor İslam Javarsqimish orqali shundaq rahmatimni bildirgim keldi. U bizning oldimizga aynak.
İslamcan varis her vaqt bizga qandaq talab qo'ygan bo'lsa, obrazning eng mukammal, eng to'xtagan yeriga talab qo'ydi. Shuni o'rinlash uchun qanchalik jafo bo'lsa, bir ko'rinishni necha qitim, necha 10 qitim olganlarimiz bor. Nemishga eng mukammal, eng yaxshisini tomoshabinga sunayli-da. Buning o'tirishki jafoni hammamiz shu yerda xizmat qilayotgan har bir odam his qilamiz. Bizgo artistlarimiz, biz yoshga cho'nkanmiz, bizni har sohadagi xizmatchilar, masalan, ash atrofda chiroqchi deyli, hammasi bizga hurmat bildirdi, bizni asraydi, so'g'oq bo'lsa issiqyaga akirib isindirdi. Lekin ular eng so'g'oq, eng birinchi safda ishlaydi. Bugun yana shulardanmi shunday bir hal so'rag'im keldi. Mushu rolni o'ynab shunday bir esimda eng oxirgi bir maydon ko'rinishlarda akamning og'rib qolgan bir yerlarini ko'rgan bir ko'rinishim bor. Shu ko'rinish kirgan vaqtga hissiyotim hech qachon esimdan chiqmaydi. Manlarimiz mushu filmga qatnashgan har birisining esidan chiqmamligi deyman. U vaqt o'ynashnimi har bir odam o'ynay olishini atayin. Abdullahning ko'zining chanoqlari qizirib ketgan. Mushu rolni qayta ilishimiz kerak. Kino ishlab baqqanlarning har birisi biladi. O'tir ko'rinish, yaqin ko'rinish, cho'ng ko'rinish degandek mush ko'rinishlarning hammasiga o'xshash bir hissiyotda, xuddi bir dayli kayniga yondirib qayta qo'yilgandek ashundaq chiqarib berishimiz kerak-da. Mushunda vaqt hissiyotni shundaq bo'lish kerak. Ash ko'rinishlarni ap bo'lgan vaqtimizda Abdullahning bo'lsin, mening bo'lsin, har ikkimizning yuraklarimiz o'rnidan qo'zg'alib, kalpiklarimiz ko'kirib, hammadan shundaq ansiradi. Biz sağ-salamet ötüp aldık. Mana bugünkü kunlikda en külgen, en baxt duyg'usiga cho'mgan ruhiy holatimizda shu jafolarimizni eslab o'tiribdimiz. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa. Yelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan toshqa. Sağım şunda kuyunu diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmaqda ha. Yaqay asa. Hozircha qilib o'tdingizmi? Ha. Tomoq qilmagan. Ben o'lab ketsammi, sen bu uydan bir qadam ayrılmaysan. Voycan bu ne dada? Oya bey anlaşmayına koymuşlar. Oturun ha. Bo'lmasa, mashtingizni qiliblar. Of dada, qusqum oshmidi. Limanda işimiz sıksa. Voy dada, limanda adabsizlik qilasiz. Sıkıldım ha? Voy, acha. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tabak yedingmi? İşten tushdingmi? Qildingmi degandan boshqa nima chiqib beralidi? Men bu to'yni qildim. Bu ig'ir yukni qandoq sana yuklayalayman bolam? Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qandoq bo'lsa, men sizdan bolam bu. Bu. Ayya. Oğlanım yığılamdı. Ha? Eğer bu öy satsanglar, men uyga chiqdiman. Ko'kamlar o'ldiras bizga yuramsan? Dadanın aldı bir xalq pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüzü açma. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damamı yetkeyimiz, yaşaşma,
Söyütseler yaşaşma İnaklık gevheri kaldı Kız bağımı asraşta İnaklık gevheri kaldı Şit kız bağımı asraşta Yarındaş bağımı asraşta Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Cilger gülnüm Tikini bürge Güzel bu yüzüde Dal bulsun o ay Cilger gülnüm Tikini bürge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmigen Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmigen Okşaşla kıyın Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxıttur, baxıt kanaat Esindin ketmisin şu adli savat Kısmetler hemmigen okşaşta kiyin Özgermez hakikat hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmadan hayat Kısmetler hemmigen okşaşla kıyın Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxıttur, baxıt kanaat Esindin ketmisin şu adli sabah Esindin ketmisin şu adli sabah